Assalomu alaykum og'alar, nima gap, tinchmisizlar? Charchamaysiz og'alar bilan o'tlarga qarab qo'yaylik bir. Birpasdan chiqar. Xudo xohlasa oqlarni ham o'rgatib oldik bularni. 2 kundan beri eshikka chiqarib kirgizyapman. Haloma uchgani yo'q, to'liq tomga chiqib tushyapti. Yana tuxumga haydayapti bu. Tedi bilan kamayirdi oxirgi bolasi. Bitta bir tovog'i o'ldi, kasal bo'lib. Bunisi qolgan. Bu tashqarida turgan akasi. Anam cho'chib tushib bo'pti, kallasi bo'yalgan oq. Nega bular bitta Pokiston tuxum qo'yyapti yana. Tuxumga harakat qilyapti bolasi. Shunaqa gaplar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.